Qanday chaqirgan ekansizlar, keluvdimmi? Bo'ldi, tushdim, liftdaman. Ozgina kutib turing. Ozgina kutsak shu. 20 dan beri kutib o'tiribman, singlim sizni. Kutasiz, taksi bo'lganingizdan keyin pulni berib olmam. Отказ qilib yuboraman, kerakmi menga? Yandex chaqiruvmidingiz singlim? Chaqirgan edim. Mashina mahallaning boshidagi musorxonaga tashlab keting. Singlim, g'alati emasmi? Bundan ko'ra farosatsiz ishlatib, o'zingiz erinmasdan 200 metr tashlab ketsangiz bo'lardi-ku, Yandexga ovora qilmasdan. Nima farqi bor? Pulingizni berib olman-ku. Aka, assalomu alaykum. Yandexmi? Sizni chaqirtiruvdik-a, mashina shunday omonat berib qo'yasiz, men lokasiyadan ko'rsatib qo'yganman. Mana shu joyga olib berasiz. Mana shu raqamga telefon qilsangiz kutib olishadi. Lokasiyani belgilab qo'ygan. Mana shuni olib berasiz. Bo'ldi, xo'p aka. Menga qara ekan, Yandexmi deng? Dastavkani sendan berib yuborishdimi? Ha, Yandexdan mana dastavkasi. Bo'l, shoshmay tur ukam, ichini tekshirib oling. Menga qara, nima buni ichida ming kam? Bilmadim aka, mana shu kashlon berishini, shu kashlon olib kelib beraman sizga. Ichida nima bor, nima yo'qligini bilganim yo'q. Menga qara, to'shma bu yoqqa hazillashyapsanmi? Aka, uyalmaysizmi mana shu harom pul topgani? Xohlasangiz mashinamni kamera qo'yib qo'yganman. Kashlongiz ichidagi hech narsasiga tegganim yo'q. Ko'chaga 4 ta non topaman, oilamni boqaman deb chiqqanman. Birovni haqqini yeyman deb chiqmaganman. Bunaqa ish qilmang. Otam tengli inson ekansiz. Shu videoda ko'rgan holatingiz siz uchun tanish emasmi? Kommentariyada fikrlarni qoldiringlar va iltimos sizlardan mehnatimiz uchun like bosib, tarqatib, storyga qo'yib, bitta baddashga qilib yuboringlar. Rahmat jigarlar.